Hürmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston sürgünde hükümeti televiziyasining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti biz barliq demokratiya va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqida ching turg'uvchilarni, bo'libmi hukumatlarni Sharq Turkistonning tashqi jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga hurmat qilishga, Xitoyning Sharq Turkistonning mustaqilligini bostirish tirishchanligini xohlagancha yoki ehtiyotsizlikdan qo'llashdan saqlanishga chaqiriq qilamiz dedi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti ve Baş Ministerimiz Salih Xudoyer Efendi, Sharq Turkiston uchun birden-bir chiqish yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish ekanligini axborot vositalarida qayta o'tirg'a qo'yib kelmoqda. Baş Ministerimiz Salih Xudoyer Efendi, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komisarlıqıga qo'ygan talabini qayta ta'kidladi. Baş Ministerimiz Salih Xudoyer Efendi, Chunchangoni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ijodchisi degichilarga raddiya berdi. Xi Jinpingning bu qatimqi hokimiyati o'ziga sodiq guruhidan tashkillangan bo'lib, Baş Ministerimiz Salih Xudoyer Efendi, Xitoy Xi Jinping va uningga sodiq guruhining qo'lida texmi tajovuzchi holga keladi dedi. Endi tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. İnsan Hakları Kuzatish Tashkilotining 1998 mart oyit 10 jild 01 numurliq materialining qo'shimcha birda xotirlangan 000221 numurliq mutlaq sir. Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining 1996 yildagi 7 numurliq hujjati. Siyosiy biro doimiy komitetining Xitoy Kommunistik Partiyasining atalmish Xinjiangdagi muqimlikni saqlashga munosabatlik yig'in xotirasining 8 moddasida diplomatik vazifani ijro qilish, sirtdagi belginchilarning harakatini cheklash, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston qatorliq davlatlarning chet eldagi belginchilarning bazasi ekanligidan iborat haqiqatni unutmaslik. Diplomatik usullar orqali bu davlatlarni belginchilarning bu davlatlarning chegarasi ichidagi faoliyatlarini cheklash va oxirlashtirishga chaqirish. Siyosiy ustunlikdan foydalanib, bu davlatlar bilan bo'lgan do'stlik munosabatini yaxshilash. Shuning bilan bir vaqtda har vaqt ularga davomli besim ishlatish. Chegara sirtidagi belginchilarga kelsak, barliq kurash va dialogni davomlashtirish, chegara sirtidagi tekshirish, kuchaytirish, aloqador iqlimlardan uchur yig'ish, o'sharlikni o'stirib, sirtqi belginchi kuchlarning Sharq Turkiston masalasini xalqaroliq masalaga aylantirib olishning oldini olish, sirtqi belginchi kuchlarni bo'lish, ko'pinchisini qo'lga keltirib olish, qo'lga kelmagan osondikisini yetim qo'yish, ular bilan kurash qilish, chegara sirtidagi xitoyliklarga uy bazasini ta'sis qilish, tashviqotning turlarini ko'paytirish, bölgünçi faoliyatchilar bilan cho'nqur va keng do'stlik munosabati o'rnatish, ularning faoliyatlarini yuksak darajada cheklash kerak deyilgan. 9-moddasida ushtumtut maydonga keladigan hodisalarning oldini olish, Xinjiangning muqimligini muhim o'ringa qo'yib, barliq aloqador partiyalarni har kunlik ishdan xabardor qiladigan birlashma sistemani o'rnatish, ahvolni tadqiq qilish, hal qilish metodini analiz qilish, Xinjiangning muqimligini qo'g'dash uchun zarur bo'lgan hamkorlik va rahbarlikni kuchaytirish, Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumati, jamoat xavfsizligi va davlat bexatarlik tarmoqlari, Xinjiang qurolliq saqchi tarmoqi, xalq ozodlik armiyasi to'yuqsiz yuz bergan voqealarni bartaraf qilish tadbirlarini planlashi kerak. Ular manevrni yaxshi ishlab, odam kuchini yaxshi tayyorlab, moliya va moddiy kuchni oshirishi kerak. To'yuqsiz yuz bergan voqealarni bartaraf qilish uchun Xinjiang qurolliq saqchi va alayda qism qurilishini kuchaytirish. Qurolliq saqchilar vaziyat va uni bartaraf qilish usullarini o'zliksiz tadqiq qilib, siyosiy iddiaviy tarbiyani yaxshi tanlash, har xil tasodifiy voqealar va murakkab ahvollarni bartaraf qilish, har bir tayyorlikni yanada amaliylashtirish uchun oldin plan tuzish, boshqa o'lka va shaharlarning qurolliq saqchilarga yordam qilishga tayyorlik qilishi kerak. Urush tajribasini tadqiq qilib, asosiy qatlam qurilishini kuchaytirish, ichki boshqarishni chingitib, tasodifiy voqealarni bartaraf qilishni mashq qilish, o'z-o'ziga tayinishni kuchaytirib, buyruq tushar tushmas hozir bo'lish, jiddiy ahvol ehtiyojlarining qondirilishi uchun ommaviy bexatarlikni saqlash qismlari va qurolliq zapas qismlarini qurish, muhim ishlardagi qarovul o'rinlarini kuchaytirib, ularning mutlaq bexatarligiga kafolatlik qilish, yerlik partiya komiteti va xalq hukumatining har darajaliklari qurolliq saqchi asosliq rahbarlarini muqimlikni qo'g'dash uchun zarur bo'lgan qo'mondonlik apparatlarga qatnashtirish kerak deyilgan. Baş Ministerimiz Salih Xudoyer Efendi 22 oktyabr kuni davlatlarning ko'pinchisi ehtiyotsizlikdan mustaqillikni yaqinlaydigan Sharq Turkistonliklarni parchalash, yovvoyilashtirish orqali Xitoyning Sharq Turkistonning mustaqilligini bostirish nishonini amalga oshirishga yordam qilmoqda dedi. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti biz barliq demokratiya va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqida ching turadiganlarni, bo'libmi hukumatlarni
Sharq Turkistonning tashqi jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash huquqiga hurmat qilishini, Xitoyning Sharq Turkistonning mustaqilligini bostirish tirishchanligini xohlagancha yoki ehtiyotsizlikdan qo'llashdan saqlanishga chaqiriq qilamiz dedi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi axborot vositalarida dunyoning saxta va'dalarini ayblab, Sharq Turkistonning mustaqilligining Sharq Turkiston uchun birdan-bir yo'l ekanligini orqa-orqadan ta'kidlab kelmoqda. Baş ministerimiz 24 oktyabr kuni Twitter hisobida hech bir davlat Sharq Turkiston xalqining orzusiga haqiqiy ko'ngil bo'lmaydi. Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni haqiqatan oxirlashtirish uchun harakat qilmaydi. İnsan haqlari va asosiy erkinlik uchun og'izning uchida xizmat qilib, Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini davomlashtirish uchun vaqt bilan ta'minlaydi. Mustaqillik Sharq Turkiston uchun birdan-bir yo'l dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Yüksek Komiserliğindeki Volker Türk tünügün Twitter hesabıda Birleşken Devletler Teşkilatı to'xtamnomasida kishilik huquqning ahamiyati va har kim uchun asosiy erkinlikning muhimligi intayin aniq ko'rsatildi. Buni har kuni har yerda amaliylashtirish hammamizning vazifasi degan. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga inkos qaytirib, Volker Türk apandi, agar siz va Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan haqlari shundoqla asosiy erkinlikka haqiqiy ko'ngil bo'lsanglar, Xitoyning ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi tezdan harakat qilishinglarni talab qilamiz dedi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining ijodchisi Chun Chuango Xitoyning yuqori darajalik rahbarlik organidan qo'g'landi deyildi. Viyontorning 23 oktyabrdagi xabarda aytilishicha, shanba kuni yapilgan Xitoy Kompartiyasining 20 navbatlik qurultoyidan keyin Markaziy komitetining yangidan saylangan rahbarlarining ichida Chun Chuangoning ismi tilga ilinmagan. Chun Chuango bu yil 66 yoshga kirgan bo'lib, pensiya yoshiga to'shmagan bo'lsa-mu, qasddan huquqidan olib o'tilganligi mo'ljallanmoqda. U Xitoy Kompartiyasi ichidagi avtonom rayonning partiya sekretari bo'lgan birdan-bir katibash. Şinjan saqchi hujjati. Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi jazo lagerlaridan o'g'irlangan hujjatlar Chun Chuangoning elib berayotgan faoliyatining haqiqiy darajasini oshkorladi. Uning so'ziga qaraganda, Xitoy hukumatining atalmish Şinjandagi bostirish harakati Uyg'ur xalqiga qarshi yo'qotish urushi ekan. Baş ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga Twitter hisobidan inkos qaytirib, Xitoy uzundan buyon Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga irqiy qirg'inchilik yurgizishni planlagan. Chun Chuango Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining kashfiyotchisi emas. U faqat bir qancha yil irqiy qirg'inchilik harakatini nazorat qilgan. U ketsa irqiy qirg'inchilik to'xtab qolmaydi. Biz aytib kelayotgandek davom qilaveradi dedi. Xitoyning 20 navbatli xalq qurultiyi o'tmishdagi o'rnaklarni buzib tashlab, o'ziga sodiqlarni tark etdi. Ovoz to'rida 23 oktyabr kuni Xi Jinping 3-qatimliq hokimiyat mezgilining bexatarligini qandoq kafolatlantiradi? O'qituvchilarni qandoq bostira oladi sarlavlik maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada aytilishicha, Xitoy Kommunistik partiyasining 20 navbatlik qurultoyidan ma'lumki, Xi Jinping texmi zolim hokimiyat yurgizadi. Xi Jinping bu yil 69 yoshga kirgan bo'lib, Xitoyning qoidasi bo'yicha pensiya yoshidan halqib ketgan. Ammo 2018-yili asosiy qonunga tuzish kirgizib, uda 2 qatimdan ortiq vazifa o'tashni qonunli qilgan. Xi Jinpingning huquqda izchil qilishi haddidan ziyoda normal bo'lmagan bir hodisa. Bu Xitoy Xalq Kompartiyasi va Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xi Jinpingga oid ekanligini ko'rsatadi. 20 navbatli xalq qurultoyi Xi Jinpingning 3-qatim hokimiyat yurgizishini qaror qilish bilan cheklanib qolmasdan, balki qurultoyda dramatik jarayonlar yuz berdi. Xi Jinping o'zining 24 kishilik siyosiy byurosidagi o'zgarishlarni e'lon qildi. Manchester Universiteti Xitoy siyosatining lektori David Strop telegramma orqali ovozning ziyaratiga bergan javobida Xitoy davlati ichidagi markaziy qaror chiqarish komiteti bo'lgan Kompartiyaning doimiy komiteti siyosiy byuro ichidagi 7 kishilik ichki chambarak Xiga sodiq bo'lgan Xining gruppasini shakllantiradigan kishilar to'pidan tarkib topgan. Bu gruppaga partiyaning bosh kotibi Xi Jinping rahbarlik qiladi dedi. Siyosiy byuro doimiy komiteti 2017-yildan boshlab doimiy komitetga qatnashgan Wang Huning, kundalik partiya masalalarini nazorat qiladigan katibat boshqarmasining boshlig'i Saychi, Markaziy inson tekshirish komitetining mas'uli Li Shi qatorliq yoshi 65 dan halqagan katibalardan tarkib topgan bo'lib, Xining o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun qonun tonimaydigan xarakterini ko'rsatib berdi.
Şi Jinping qo'sh vazifani ustiga olgan bo'lg'achqa, u Xitoyni texmo mustabid yo'lga ittirdi. Hongkongning demokratiyasini bostirdi. Sharq Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqni jazo lagerlari, shundaqla turmalar, majburiy emgak lagerlariga qamadi. O'zining sotsializm haqidagi o'y-fikrlari bilan Xitoycha alohidlikka ega sotsializmni zich birlashtirdi. Şi Jinping tafakkurining 14 prinsipi harbiy va hukumat ta'limotiga yetakchilik qilib qolmay, kishilarning kundalik turmushining hukumat bilan bo'lgan munosabatiga yetakchilik qiladi. Şi Jinping tafakkuri partiyaning davlat organlariga bo'lgan hukmronligini shak-shubhasiz namoyon qiladi. Partiya, hukumat, armiya, xalq, akademik va barliq chambaraklar ichida partiya hammaga rahbarlik qiladi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Twitter hisobidan buningga inkos qaytarib, Xitoy Şi Jinping va uningga sodiq guruhining qo'lida texmo tajovuzchi holga keladi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Xitoyning milliy gullanish fash nishoni ostida texmo avj oladi. Uyg'urlar uchun vaqt haqiqatan taralyotidi dedi. İxtiyoriy qulluq. Abduri Abdurahman Jamal Kashg'ari. Fransiyalik mutafakkur Etinni İxtiyoriy qulluq nomli kitobida mundaq deydi. Bir vatan yoki millat uzun mezgil mustamlikaga duch kelsa, u vatanda hurlikka muhtoj bo'lmaydigan, mustabidlik bilan chiqishib yashay oladigan va muqimlikni suyadigan avlodlar paydo bo'lib qoladi. Muqimlikni suyadigan vatandosh o'zining xos dunyosida yashaydigan bo'lib, 3 turlik narsadan boshqasini o'ylamaydi. Birinchisi turmush g'ami, ikkinchisi futbol, Uyg'urlarda naqshi muzika. Uchinchisi shakliy dindorlik. Mustamlikaga duch kelgan vatanda muqimlikni suyadigan vatandoshning haqiqat va adolat bilan kori bo'lmaydi. Chunki u yurish turishiga ta'sir ko'rsatolmaydigan shakliy ibodat bilan kifoyalanadi. Shunga yolg'onchilik, munofiqlik va parxo'rlik qilganda gunoh his qilmaydiganlar faqat biror namoz qo'ldan ketib qolsa gunoh his qiladi. Bu turdagi kishilar ig'ir xafalikqa yoki biror tahdidga yoki arsiyatga uchramasa, dinni mudofaa qilish uchun harakat qilmaydi. Bu sebepten siyasi hukuklarga faqat parvo qilmaydi. Muqimlikni suyadigan vatandosh mahrum qilayotgan huquqlardan futbol yoki naqshi muzika orqali tasalli topadi. Futbol orqali g'am qayg'ularini unutishga urinadi. Demak, muqimlikni suyadigan vatandosh uyg'onish va islohot yo'lidagi haqiqiy to'sqinlik hisoblanadi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.